Bismillahi va salatu vassalamu ala rasulillahi va ba'd. Bu mavlud qilishlik va shunga o'xshagan bid'at amallarini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilmagan bu ishlarni. Sahobalar bu narsalarni qilmagan desak, seni ustingda kiyib turgan kiyimingni qaysini Rasululloh kiygan deb rad berishadi. Bu demak savol berilyaptimi? Biz avval bid'at nimaligini avval tushunib olishligimiz kerak. O'zi bid'at degani nima degani? Bid'at bu ibodatda bo'ladi. Muomalatdagi narsada emas bu. Buni dalillari Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kuni odamlarni xurmoni changlatishliklarini ko'rdilar. Xurmoni changlatishliklarini ko'rib turib, buni changlatmasa ham bo'laversa kerak deb o'ylayman dedilar. Odamlar Rasululloh aytdi deb xurmoni changlatmadilar, xurmo o'sha paytda hosil bermadi o'sha yili. Rasululloh sizni gapingizni qilib turib biz changlatmagan edik, hosil bo'lmadi deyishganda Rasululloh aytdilarki, sizlar dunyo ishlaringni o'zlaring mendan ko'ra yaxshiroq bilasizlar deganlar. Demak, dunyo ishlarini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam odamlarni o'zlarining holatiga topshirib qo'yganlar. Dunyoning ishi bor, bu ibodat narsa bor. Ibodat banda bilan Alloh o'rtasida bo'ladigan ibodatlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam rasul bo'lib keldilar shu ibodatni odamlarga ko'rsatishlik uchun. Ibodatni ko'rsatishlik uchun. Demak, mavlud ibodatmi, ibodat emas. Demak, bir narsaga avval kelishib olishimiz kerakki, bid'at faqat ibodatda bo'ladi. Muomalatda, odatdagi va muomalatdagi narsalarda bid'at bo'lmaydi. Ustimizdagi kiyimlar va muomalalar va holat mana bu telefonlar deysizmi, hozirgi chiqqan mashina, bu nimalar, samolyotlar, bu texnikalar hech qaysi yo'q edi Rasululloh davrlarida. Bular muomalatlarga kiradi, odatlarga kiradi bular. Ammo bid'at bo'lishligi uchun bu ibodatda bo'lishi kerak. Oysha onamiz aytganlarki, Oysha onamizdan kelgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun." Kimki agar bu dinimizda unda yo'q bo'lgan narsani paydo qilsa, u rad, mardud uni qilgan ishi deganlar. Kullu muhdathatin bid'ah va kullu bid'atin dalala va kullu dalalatin fin-nar. Rasululloh aytdilarki, har bir yangi paydo qilingan narsa, buni qaydlaymiz ibodatdagi bilan. Ibodatda yangi paydo qilingan narsa u bid'at zalolat, har bir zalolat do'zaxda. Demak, bid'at bo'lishligi uchun ibodatda bo'lish kerak. Hozir masalan namozni men nimasi yomon, peshinda 4 rakat emas, 6 rakat o'qisam. Nimasi yomon? Ha? Kim menga raddiya berishga haqqi bor? Ha, namoz o'qiyapman-ku desam. Peshinda 6 rakat o'qisam, asrda 8 rakat o'qisam, bomdodda 5 rakat o'qisam yo ko'proq o'qib bersam, voy ko'p o'qiyapsan sen desa, nimasi yomon namoz o'qishlikda desam, nima deb raddiya beradi menga odamlar? Rasululloh qilmaganlar bu ishda deydimi? Ha, demak Rasululloh qilgan va qilmagan ishni qaysini qilsak bo'ladi, qaysini qilsak bo'lmaydi. Demak, buni bir yechimga kelishimiz kerak. O'sha bid'at to'g'risida bahs qilmoqchi bo'lgan kishi bilan o'tirsak ham nimagadir muvofiq bo'ladi u baribir. Men peshinda 5 rakat o'qiyman, bo'ladimi desam, yo'q deb aytadi. Ramazonda ro'zasini 2 oy tutaman yoki 35 kun tutaman, 5 kun oldindan qo'shaman, 5 kun keyin qo'shaman desam, yo'q deydi. Nima uchun? Nimaga asoslanib yo'q deydi shuni? Rasululloh qilmagan deydi. Demak, uni ham bir qoidasi bor ekanki, Rasululloh qilmagan ishni qilmasligimiz kerak degan. Xo'p, Rasululloh qilmagan ishni qaysini qilsak bid'at bo'ladi, qaysini qilsak bid'at bo'lmaydi. Rasululloh qilgan ishlarni. Ana shuni to'xtami shu ibodatga tegishli narsalarda Rasululloh qilgan ishlarni agar qilsak bid'at sunnat bo'ladi, Rasululloh qilmagan ishlarni qilsak bid'at bo'ladi. Ibodatga tegishli narsalarda. Masalan, hozir namozdan keyingi bo'ladigan zikrlar, jamoaviy bo'lib turib zikr qilishliklar, bular ibodatmi, ibodat emasmi? Ibodat bu. Odamlar namozni chala tashlab ketdi deydi agarda shu narsalarga qo'shilmay ketsa. Yoki mavlud hozir savob bo'ladimi, savob bo'lmaydimi? Qilsa, savob bo'ladi. Ha, demak savob bo'layotgan bo'lsa bu ibodat degani. Agar shuni qilmasa odamlardan malomat kelyaptiki, qilmadi mana bu shu ishni deb. Qilmadi. Demak, bu qachonlar o'zi tariqatun fiddin bo'lib dinda o'zini bir shaklini olib bo'lgan. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilmagan ibodatlarni qilishlik bid'at bo'ladi. Agar bu ibodat emas desa, qilaversin. Ibodat emas desa qilaversin, o'zidan qilmagan odamlarni malomat qilmaslik kerak bo'ladi-da. Nega menga masalan sen mana bu kiyimni kiyding, mana uni kiymading deb hech kim malomat qilmayapti? Xohlagan narsamni kiyapmanmi? Ha? Buni dinga hech qanday aloqasi yo'qligi uchun hech kim rad qilmaydi. Ana xuddi o'shanday masalan sarf nahular kitoblari va boshqa matbaalar, bular hech qanaqangi bir diniy narsa, ibodatga tegishli narsa emas bu.
Bu matbaalar, bu sarfu nahvlar til o'rganishlik uchun bo'lgan narsalar bular. Ammo ibodat bo'ladigan narsalarda agar yangilik bo'lsa, u bid'at bo'ladi. Bid'at bo'lgandan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilmagan ishni qilib savob olyapman deyishlik juda qiyin narsa bu. Shunda bir yaxshi bir savol chiqibdi. Mavlud munosabati bilan bo'lgan musobaqa deb. Birinchi bo'lib turib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mavludni qachon qilganlar? Sahobalardan kim qilgan? Va Qur'on va sunnadan nima dalillar bor shunga degan. Qani kim javob bera oladi shunga? Savollar faqat Qur'on sunnadan bo'lsa. Keltirsin. Qani sahobalar yo aimmalardan, aimmatul arba'adan birorta odam qilganmi shu ishni? Qilmagan bu ishlarni. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tug'ilgan kunlar Robiul avvalda bo'lishligini o'zi xilofi bor. Ammo o'lganliklar Robiul avvaldaligi aniq. Tug'ilgan kun qilishlikda keyin boshqa odamlarga o'zini o'xshatishi bor. Biror marta Rasululloh sollallohu alayhi vasallam men tug'ilgan kunimda deb turib bir ehtifol qilib bayram qilganliklari yo taom qilib tarqatganliklari yo'q. Roza tutganlar men dushanba kuni tug'ilganman deb. Bu yilda bir marta emas bu. Dushanba kuni har dushanba Rasululloh roza tutganlar, shu kunda men tug'ilganman deganlar. Demak, Rasululloh tutganliklari uchun biz ham roza tutsak sunnatga ergashgan bo'lamiz. Alloh taolo o'zi tavfiq bersin hammamizga.